Newtonning e'tiqodi. Quyosh, sayyoralar va quyruqliq yulduzlardan tarkib topgan bu mislsiz go'zal sistemaning to'limi ilmlik va qudratlik bir ilohning plani va hukmronligining mahsuli ekanligi shaksiz. Agar turaqliq yulduzlar mushuninga o'xshab ketadigan boshqa sistemalarning markazi bo'lsa, undaqda bu sistemalarmi mushuninga o'xshash hikmatlik plan orqali vujudga chiqarilgan bo'lib, cho'qim bir iloh tarafidan boshqarilishi shart bo'ladi. Bu yana shuning uchunki, turaqliq yulduzlarning nuri quyosh nuri bilan o'xshash xususiyatga egadir, hamda nur bir sistemadan boshqa barliq sistemalarga yetkaziladi. Turaqliq yulduzlar sistemalarining tortish kuchi orqali bir-biriga so'qilib ketishining oldini olish uchun u iloh bu sistemalarni bir-biridan nihoyat yiroqlarga o'rinlashtirgan. U iloh dunyoning parvardigori sifatida hammaga hukmronlik qiladi. U o'zining cheksiz hukmronligi sababidan hammaga qodir iloh yoki hammaga qodir hukmron deb ataladi. Iloh uni dunyoning ruhi deb o'ylab olganlar tasavvur qilgandek o'z vujudiga emas, balki butkul maxluqotiga hukmronlik qiladi. Hammadan ustun iloh mangulik, cheksiz, mutlaq, mukammaldir. Ammo har qancha mukammal bo'lsa-mu, hukmronligiga ega bo'lmoqchini Rabbimiz degili bo'lmaydi. Chunki biz ilohimiz, padişahlarning padişahı deymiz. Iloh so'zi odatda Rabb, ya'ni ega, xo'jayinni ko'rsatadi. Ammo har bir Rabb, ega, xo'jayin iloh emas. Haqiqiy iloh mangu hayot, cheksiz hikmatlik va kuchlik zotdir. U boshqa mukammalligi jihatlardami oliy mukammallik egasidir. U mangulik, cheksiz, hammaga qodir va hammani bilguchidir. Ya'ni uning mavjudligi azaldan abadgacha davomlashadi. U hammaga hukmronlik qiladi va yuz bergan yoki yuz beradigan ishlarning hammani biladi. U mangu hayotdir. Uning qudrati va ilmi hamma yerda mavjuddir. Bizda ilohning sifatlari haqida aniq ko'z qarash bor. Ammo uning haqiqiy mohiyati bizga noma'lum. Ya'ni Alloh taolaning o'zining ulug'ligiga loyiq ravishda haqiqiy ma'noda qo'li, ko'zi, yuzi borligini bilamiz-yu, ammo bularning kayfiyatini bilmaymiz. Hatto maxluqotning vujudiga qaratamu biz faqat ularning shakli va rangini ko'ramiz. Ovozini anglaymiz. Ularning tashqi yuzini tuta olamiz. Ammo ularning ichki mohiyatini sezgimiz yoki hissiyotimiz orqali tushungil bo'lmaydi. Shundoq bo'lgan ekan, ulug' ilohning sifatlarining mohiyatini bu cheklik aqlimiz orqali anqirish texmi imkonsizdir. Biz ilohni avval o'zi nozil qilgan samoviy kitoblari va avatgan payg'ambarlar orqali, ondan uning ishlarini eng hikmatlik va qaltis tarzda o'rinlashtirishi orqali taniymiz. Biz uning hukmronligi sababidan uningga cho'qinamiz. Chunki biz uning bandalaridirmiz. Atizmchilarning qarg'ularcha muqarrarlik safsatalarining hech bir asosi yo'q. Biz bayqagan, o'xshamagan zamon va makonga dal mos kelgan tabiiy shaylarning xilma-xilligi faqat mavjudligi zarur bo'lgan bir ilohning hikmati va irodasidan barliqqa keladi. Hozirga qadar biz osmon va okeanlardagi hodisalarni tortish kuchi orqali tushuntirib keldik. Ammo bu kuchning manbasini aniq o'tirib qo'ymadik. Shunisi aniqki, u cho'qim quyosh va sayyoralarning markaziga singib kiralaydigan, bu jarayonda kuchi ozroqmi kemiyib qolmaydigan manbadan kelgan bo'lishi kerak. U mexanikalik sabablardek o'z harakat qilgan zarrachalar yuzining soniga asosan harakat qilmaydi. Aksicha, u ulardagi qattiq moddalarning miqdoriga asosan harakat qiladi hamda uning kuchini har tarafga kengaytib, cheksiz orliqqa yetkazadi. Shundaqla hamisha orliqqa dal barobar nisbatda tuvallaydi. Quyoshning tortish kuchi va quyosh gavdasi hosil qilgan yakki zarrachalarning tortish kuchidan tarkib topadi. Quyoshdan yiroqlashganda, hatto Saturnning orbitasigacha u orliqqa dal barobar nisbatda oziydi. Planetlarning quyoshdan yiroq nuqtasining, hatto quyruqliq yulduzning quyoshdan eng yiroq nuqtasining turg'unligi buningga aniq dalolat qiladi. Ammo men hozirga qadar bu tortish kuchining xususiyatlarining sababini hodisadan bayqay olmadim. Shundaqla har qanday farazmi o'tirib qo'ymadim. Chunki hodisalardan yakunligili bo'lmaydigan har qanday bir ishni faraz deb atashqa bo'ladi. Qiyos mayli metafizikalik yoki fizikalik, mayli sirliq yoki mexanikalik bo'lsin, tajriba falsafasida uning o'rni yo'q.
Bu fəlsəfədə konkret hökm cümlələri hadisələrdən yakunlanıdı. Andın yığınçaqlaş arqılıq umumiylikqa aylanıdı. Cisimlarning o'tkazmaschanligi, harakatchanligi va zarba kuchi, shundaqla harakat va tortish kuchi qonuniyati ana shundoq bayqalgan. Biz uchun aytganda, tortish kuchi haqiqatan mavjuddir. Shundaqla u biz tushundirgan qonuniyatlar bo'yicha ish qiladi. Shundaqla osmon jismlari va dengiz okeanlarining barliq harakatlarini yetarlik tarzda tushuntirib bera oladi.